Salom hokim. Shahar yo'llari uchun katta budjet ajratdik. Tender o'tkazib, mening 2 jiyanimga ham ulush ajrat. Tushunarli janob vazir. Albatta aytganingizdek bo'ladi. Xavotir olmang, hammasini o'zimiz pishirib, chiroyli qilib beramiz. Shahrimizda 250 kilometr yangi asfalt yo'l qurishimiz kerak. Qani, tajribali tadbirkorlar, narxlaringizni bittama-bit ayting. Hokim buva, 20 santimetr qalinlikdagi sifatli asfaltning 1 kvadrat metri barcha xarajatlar bilan $45 bo'ladi. Juda qimmat-ku. Buni $20 bitirishning iloji bormi? Shuncha yo'lni kamroq xarajat bilan topshirishimiz kerak-da. Yo'q janob hokim, bu narxga sifatli asfalt qilib bo'lmaydi. Kimyoviy qo'shimchalar va xomashyo narxi bunga yo'l qo'ymaydi. Tushunaman lekin. Unday bo'lsa, narxga qarab ish qilinglar. Menga qalinligi emas, hisob-kitobning to'g'ri kelishi muhimroq hozirgi kunda. $20 bo'lsa, faqat 4 yoki 5 santimetr qalinlikda quyish mumkin. Lekin bu juda sifatsiz bo'ladi. Biz bunday qila olmaymiz. Mayli, tushunarli. Agar sizlar bajara olmasangiz, boshqa yo'lni topamiz. Bugungi majlisimiz tugadi, hamma ishiga qaytsin. Alo jiyan, qayerdasan? Senga katta bir yo'l qurilishi loyihasini bermoqchiman. Tezda tayyorgarligingni ko'rib, yonimga kel. Loyiha tayyor, kvadratini $15 dan hisoblaymiz. Sifati muhim emas, 4-5 santimetr bo'lsa yetadi, qolgani cho'ntagida. Bo'ldi amaki, tushundim. Men uchun eng asosiysi foyda. Sifati bilan ishim yo'q, nima desangiz shuni qilib beraveraman. Hozir internetda soxta tender e'lon qilamiz. Sen eng past narxni yozasan va kutilmaganda g'olib bo'lib, ishni darrov olasan. Mana, barcha jiddiy firmalar $45 dan narx berishdi. Endi navbat biznikilarga. Hammasini reja bo'yicha amalga oshiramiz. Mana $15lik taklifni yubordim. Boshqa firmalar bu narxni ko'rib hayratda qolishi aniq. O'yinni boshladik amakijon. Tender yakunlandi. Eng arzon narx bilan biz yutdik. Endi pullarni bo'lishish va ishni tezroq boshlash vaqti keldi amaki. Qanaqasiga? $15 ga asfalt yo'l qurishning iloji yo'q-ku. Bu yerda nimadir noto'g'ri, bu ochiqchasiga o'g'rilik bo'lyapti. Sizlarga esa 150 kilometrlik yo'lni $45 dan beraman. Sizlar vazirning jiyanisizlar-ku, sizlarga hamma narsa mumkin. Ishni boshladik. Tezroq yupqa qilib yotqizinglar. Reja bo'yicha hamma narsa 4 santimetr bo'lishadi, ortiqcha sarflamang. Bu juda yupqa-ku. Bir yomg'ir yog'sa yuvilib ketadi-ya. Lekin biz ishchimiz, gapimiz o'tmaydi. Xo'jayinlar shuni buyurgan. Biz faqat ishchimiz. Mana 250 kilometrlik yo'l ham tayyor bo'ldi. Tepadan qaraganda chiroyli, lekin ichi bo'sh. Bizning cho'ntaklar esa to'ldi. Yangi yo'l qurishibdi, qani ko'raylikchi. Ko'rinishi yomon emas, lekin nega bunchalik tez bitkazishdi ekan, hayronman. Bu nima? Hali bir kun ham bo'lmasdan chetlari ko'chib ketyapti-ku. Bunchalik ham sifatsiz bo'ladimi yangi qurilgan yo'l?